Biz mana bo'yash ishlaridamiz. Bo'yoq tushdi, xudo xolisa. Mana bu yerda qurilishlarni beramiz. Abrazitsiyalayamiz bu yerda. Egalariga yoqqanini beradigan bo'ldi, xudo xolisa. Mana bu yerda hozir o'rtog'imiz sepqotdi. Bunisi Wagner apparatimiz va albatta bu birinchi anaqasi. Bo'yoq ishlarini qo'yib beryapmiz. Albatta bo'yoqdan keyin mana bunaqa orqamda oqarib turgan, ya'ni rangli bo'lib turgan, chiroyli bo'lgan joyimizni o'shanga o'xshagan tillalar tikin to'la qilib beramiz. Hamma ishlarimiz bo'ldi, belovoy ishlaridamiz. Xudo xolisa, shukrki ishlar haligacha davom etyapti. Ya'ni xonalarni shukurkalarni qo'yamiz. Kechagina tashqarini shukurkalarni qilib bo'ldik. Va albatta xudo xolisa shukurkalardan chiqqandan keyin devorlarimizni mana ko'rinayotgan bo'lsa agar, shukurkalardan chiqqandan keyin uni ham oppoq qilib har bir xonani achiteng to'q qilib beramiz.